Naqd va nasiya savdo akalarimizga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz keldi. Kraskalari top toza. Amerikanka faralari bor. 4 ta yumshoq baloni bor, yaxshi balon. Kurgoy tonirovka ruxsati bor, 4-5 oyga. Optra farasi bor. Mashina qirilmagan, chizilgan joylari yo'q. 3-pozitsiya, ABS diski, luk hammasi bor. Juda ham akkuratniy holatda haydalgan. Original Malibu bar, Malibu rul. Yaxshi monitor. 59600 kilometr yurgan. Salonlar ham akkuratniy turibdi. Yaxshi poliklari bor. 909 pulti bor. Tabletka propan gazi bor. Bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'mizni nasiya savdoga Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha sotamiz. Oldindan eng kami $6000 pul olyapman. Kanalimizga podpiska bo'lmanglar, podpiska bosib, like bosib qo'yinglar. Mashina haqida nima ma'lumot kerak bo'lsa, telefon orqali bog'lanib olasizlar.